Mana Shredderda yo'lida. Shredderda yo'lidamiz. Buni olmalarni qarang, mana qishki olma. Qarang, ustida olmasi bor. Qarang. Olmalarni qarang, voy tavba. Bu qorda ham turadigan olma ekanda. Uni qarang. Mana sotishyapti. Nomi nima ekan olmalaringni? Olmalaring nomi nima? Pink Lady. Shuxonim. Nima? Pink Lady. Pink Lady olma ekan. Mana qarang. Shuxonim degani o'zbekchasiga. Voy xudo. Yozgacha turaveradi, po'ki bo'lib qolmaydi, suvi qochmaydi. Ana. Bu yangi sort. Yangi sort ekan. Bu bitta yesiz, boshqa olma yemay qo'yasiz, xola. Karsillaydimi? Rosa karsillar, suvli. Mana bunisi. Hammasi. Bu hammi? Nimalari? Rang olmaganlar. Bular qanchadan kilosi? Bular 10 ming so'm, bular 5 ming so'm. Mana Ular 5 ming ekan. 15 ming so'm, 20 ming so'm kiloga. Uni qarang. Buni ham oling. Krasota. Buni jo'natasizlar bironchaga? O'shatdan o'tishyapti degan. Qarang, yangi yilga olsa bo'lar ekan. Chiroyliligini qarang. Go'zal. Ana. Ko'chati ham bor, ekib qo'ysiz. Ko'chati ham bor? Turadi. Kelamiz ko'chatiga. Agro vodiy nihollarni yozsangiz chiqadi Instagramga. Chiqadimi? Xo'p. Xudo xolasa. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli. Yaxshi sotib olinglar, o'zi bozorlaring bersin. Qaytib olamiz-a, endi mehmon ketyapmiz-da. Men yeb ketinglar ikkita.